Hey hammaga, assalomu alaykum kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Xudo xolasa conditional o'rganamiz. Conditional eng ko'p so'raladigan mavzulardan bittasi. O'zi top mana shu bolalarning zaprosi bo'yicha top turadigan ikkita video bor edi. Buni bittasi passiv edi. Passiv bo'yicha videoni olganmiz. Mana silka bo'yicha ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchisi bu conditional edi. Men bugun Xudo xolasa shuni o'rganib chiqamiz. Conditional hamma har xil ifodali edi. Bir xil aytadi, "Okey, ifli gap tushuntiring" deydi. Bir xil aytadi, "Okey, ani fantastik zamon bor, ani fantastik zamonchi." Anaqada gruppada bittasini shunaqa yozibdi. Men aytdim, qanaqa bo'ladi bu fantastik zamon? Qaysini aytyapsam, ana if bilan boshlanadigan bor edi, shuni aytdim, conditional ekan degan edim. O'sha conditional o'zi nima? Uni qanaqa turlari bor? Bir-biridan turlar qanaqa farq qiladi? Xudo xolasa hammasini yaxshilab o'rganib olamiz. Faqat videoni boshida bitta narsani aytib qo'yay. Conditionalni agar sizlar faqatgina og'zaki nutq uchun ishlatadigan bo'lsanglar, ya'ni speaking uchun ishlatadigan bo'lsanglar, darajali как minimum pre-intermediate bo'lishi kerak. Pre-intermediatedan pastroq darajalarga to'g'risi maslahat bermas edim. Bu narsani o'rganib, praktikaga vaqt ketkazganlarga to'g'risi arzimaydi. Agar og'zaki nutq uchun kerak bo'ladigan bo'lsa. Lekin agar sizlar test uchun bu narsani o'rganayotgan bo'lsanglar, darajalar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'rganib qo'yaveringlar. Faqatgina testga kerak bo'lsa. Og'zaki nutq uchun bo'lsa, juda zararli deb o'ylamayman, chunki pre-intermediategacha hali o'rganadigan narsalar ancha narsalar bor-da. Sizlar obnob pre'ga kelib olinglar, pre'ni yarmidan o'tib olinglar, undan keyingina o'rganganinglar ma'qul deb bilaman. Keyin yana bitta sizlarga iltimosim bor edi. Videoni ko'rishinglardan oldin o'zingizlarni grammatika daftaringlarni olib kelib olib, o'shanga not qo'yib olinglar. Notlar har doim kerak bo'ladi. Keyinchalik esingizlardan chiqib qoladimi, keyinchalik bir qaytarib olish kerak bo'ladimi, not bo'yicha qilasizlar. Va sizlarga va'da berganimdek 20 mingta odam bo'lganda 3 ta voucher o'ynayman degan edim. Uchem sentrimga. Xudo xolasa bugun o'shani qanaqa usul yutib olishingiz mumkinligini, bir oylik voucherdan 3 tasini videoni oxirida sizlarga tushuntiraman. O'shaning uchun oxirigacha ko'ringlar va inshaalloh yaxshilab o'rganib olasizlar degan umiddaman. Here we go. Okay, conditional o'zi tegi nima? Conditional bizda o'zbek tilida agar aytadigan bo'lsam, bizda bitta sharoit bor. U sharoitning natijasida bizda bir ikkinchi sharoit hosil bo'lishi, ikkinchi natija deylik, ikkinchi natijani hosil bo'lishi conditional deyiladi. Bunga misol. Biz aytsak bo'ladi, sen agar ko'p ovqat yeydigan bo'lsang, semirib ketasan. Ya'ni bizda bitta gap aytilyapti-da, ikkinchi gapi sen ko'p ovqat, mana birinchi gapimiz sen ko'p ovqat yesang bo'lyapti. Ikkinchi gapi natijasi bo'lyapti. Sen semirib ketasan. Yoki deylik, sen agar yaxshi o'qimaydigan bo'lsang, qanaqadir bitta gap aytilyapti, ketidan sharoit kelyapti, sen universitetga kira olmaysan. Ya'ni uzr sharoit nima? Rezultati, ya'ni natijasi kelyapti. Ya'ni bunaqa bo'lsa, bunaqa bo'ladi. Yoki bunaqa bo'lmasa, bunaqa bo'ladi. Bunaqa bo'lmaydi. O'tgan zamonda agar mana bunaqa bo'lganda, mana bunaqa bo'lardi-da, yoki kelasi zamonda, voy agar mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa bo'ladi. Shuni hammasi ingliz tilida conditional deb aytiladi. Ingliz tilida conditionallar 4 xili bor. Bu bizda 1 2 3 4 deyilmaydi-da. Conditional 0 dan boshlanadi. Ya'ni zero condition, first, second and third deyiladi. Ya'ni 0, 1, 2, 3 conditionallar. Conditionallarning hammasi bizda bir xilda if so'zi bilan boshlanadi. Chunki bizda ya'ni conditionallarning o'zi bunda negizini o'ylaydigan bo'lsanglar, hayotda bo'lmagan yoki bo'lishi mumkin bo'lgan yoki o'tgan zamonda bo'lishi mumkin bo'lgan yoki kelasi zamonda bo'lishi mumkin bo'lgan yoki hozirgi zamonda agar o'sha nimadir sharoit bo'lsa, nimadir natija kelib chiqishi mumkinligini tasvirlaydigan so'zlar. O'zbek tilida ham olib qarasanglar, shunaqa bizning gaplarimiz agar bilan boshlanadi. Agar inglizcha tarjimasi if. Ya'ni bolalar o'sha sizlarga aytgandek ifli gap deb bizda savol berayotganda, mana shu narsa nazarda tutiladi deb. Chunki agar bunaqa bo'lsa, bunaqa bo'ladi. Kelinglar, buni yaxshilab o'rganish uchun conditionallarni bitta-bitta ajratib chiqaylik. Boshlanishiga zero conditiondan boshlaymiz. Zero condition bizda present simple da tuziladi. Ya'ni zero condition ishlatish uchun sizlar faqatgina present simple ni bilishingiz kerak. Endi zero condition bizda present simple da tuzilar ekan. Present simple o'zi tegi bizda qaysi holatda ishlatilinadi? Ikkita eng asosiy holati bor. Bu birinchisi qaytariladigan ish harakatlarga nisbatan, ikkinchisi fakt narsalarga nisbatan. Mana shu fakt narsalarga nisbatan degan bir qoidasini olamizda, zero conditionalda ham shu narsaga asoslanib tuzamiz. Ya'ni biz zero conditionalda umumiy holatda to'g'ri bo'lgan narsalarni gapiramiz. Bu holatda bizda sharoitimiz present simple da bo'ladi va natijamiz ham present simple da bo'ladi. Bu qanaqa? Boya sizlarga aytib o'tganimdek, agar odamlar ko'p ovqat yesa, ular semirib ketadi. Ya'ni sizlar birovga aytasizlar, "Men qarab, kamroq ovqat ye, agar ko'p ovqat yesang, semirib ketasan." Bu yerda qanaqa bo'lyapti? Sizlar umumiy holatda aytyapsizlar. Ya'ni sen ko'p ovqat yesang, sen semirib ketasan. Bizda bu ikkinchi qismi sizlarga kelasi zamonda bo'lib tuyulishi mumkin.
ya'ni agar ko'p ovqat yesang sen kelajakda semirib ketasan. Yo'q, biz bu yerda hozir hech qanaqa kelajakni ishlatayotganimiz yo'q. Bu umumiy holatda bo'lyapti. Agar ko'p ovqat yesang semirasan, yemasang semirmaysan. Mana shu holat bizda zero condition deyiladi. Zero condition tuzish formulasi qanaqa? O'zi hamma conditionallarimiz boya aytib o'tganimdek tegi o'zi if bilan boshlanadi. Ya'ni if deyiladi, bitta statement aytiladi. For example, if people eat too much, ya'ni if qo'ymayman, keyingisini present simple deb gap aytmayman. Ya'ni agar odamlar ko'p ovqatlansa, keyingi qismi ham bizda present simple deb bo'lishi kerak. They get fat, misol uchun. Ular semirib ketadi. Ko'rasizlar? Hamma gapim present simple deb bo'lyapti. Bu yerda men kelasi zamonda foydalanayotganim yo'q. Bu yerda men agar ovqat ko'p yeydigan bo'lishsa, keyin semirib ketishadi deb aytayotganim yo'q. Ko'p ovqat yegan odam semiradi. Mana shu gapim sal to'g'riroq bo'ldi. Mana shu o'zbek tilida ham ko'p ovqat yegan odam semiradi. Mana bu bizda zero condition bo'lyapti. Ya'ni men misollarni ko'rib chiqaylik zero conditionga. Zero condition shundaylardan davom etaman. Endi first condition keladigan bo'lsa, first condition o'sha birinchi condition. Endi zero bilan buni farqi bizda second conditionalda, mana birinchi conditional, to есть zero conditionalda, uzr, ikkinchi deb o'zbekchada second noraman. O'zi birinchisi bizda zero bo'ladi, ikkinchisi first bo'ladi. Zero conditionda bizda qanaqa bo'ladi? Present simpleda present simple bo'ladi. Ya'ni umumiy holatda bizda to'g'ri gap olinyapti. Hammaga nisbatan ishlangan to'g'ri gap. Endi ikkinchisida bizda haqiqatga yaqin gaplar olinadi. Haqiqatga yaqin gaplar yoki rostmana po faktu to'g'ri bo'lgan gaplar. Bu yerda real situation deb qilinadi, real situation deb aytiladi. Bu qanaqa? Bizda agar biron bir hodisa sodir bo'lsa, ikkinchisi sodir bo'ladi, faqatgina kelajakda beriladi. Ya'ni birinchi qismi bizda o'zi formulasi qanaqa bo'ladi? Formulasida biz if deymiz, keyingi ya'ni sharoit situation bizda present simple deb beriladi va uni natijasi kelasi zamonda beriladi. Bu qanaqa? Misol uchun, agar sen mana shu dorilarni ichsang, sen sog'ayib ketasan. Ya'ni bizda haqiqatga yaqin gap bo'lyapti. Mana shularni dorini ichsang, shu sabab sen sog'ayasan. Qachon sog'ayasan? Bitta ichding sirazu sog'aydingmi? Yo'q. Ichasan, keyin u effekt ta'sir qilguncha qanchadir misol uchun vaqt o'tadi. O'sha o'tilayotgan vaqt bizda как бы future'ni bildiryapti-da, kelasi zamonni bildiryapti. O'sha hisobiga biz ifdan foydalanamiz bu gapda. Bu yerda qanaqa bo'ladi? If bilan boshladim, keyin gapim present simple deb beraman. If you take these pills, agar sen mana shu tabletkalarni ichadigan bo'lsa, you will, mana will ni qo'shyapman, imенно o'sha kelasi zamonni ma'nosini berayotganligi uchun feel better soon. Ya'ni sen tez orada o'zingni kayfiyat yaxshi his qiladigan bo'lasan degan ma'noda bir gap aytilayotgan bo'ladi. Endi bunga yana bitta qo'shimcha bor. Bu yerda bizda will o'rniga modal verb bilan ham biz might dan foydalansak bo'ladi. Might bizda nima degani edi? Esingizda bo'lsa agar might bu to'g'risida men video olmaganman lekin. Might o'zi bilmaydigan bo'lsangiz, might bu bo'lishi mumkin degan so'z. Bo'lishi mumkin degan so'z. So'z o'zi bizda bo'lishi mumkin degan. Xuddi shu gapni biz will o'rniga qo'ysak bo'ladi. Xuddi shu modal verbdan foydalansak bo'ladi. If you take these pills, you might feel better soon. Bu yerda ma'nosi faqatgina natijasini sal pastroq tushirib beryapti. Birinchi gapimizda willda biz masalan ichgan va xudo xolasa javob tam tuzalasan bo'lyapti. Ikkinchi gapimizda endi might qo'shayotganimizga anaqasi uverennessni sal kamayyapti. Ya'ni bittasi 100% davo bo'ladi bo'lyapti. Ikkinchisi mana ichgan yordam berar. Ya'ni mana shuni ichgan sen yaxshiroq bo'lib qolishing mumkin. Ya'ni birinchisi agar 100% bo'lsa, ikkinchisi 80-70% degani. Bu narsani endi qachon qaysi birini ishlatamiz deydigan bo'lsangiz, bunaqa savol bo'ladigan bo'lsa, prosta sharoitga qaraysizlar, prosta kontekstga qaraysizlar. Imенно sizlar qaysi fikrni bermoqchisizlar. Sizlar 100% o'ylayapsizlar nimadir bo'lishiga yoki mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa bo'ladi deb ozgina anaqa qilsam, ikkilanmasizlar. Mana shu holatiga qarab, agar 100% o'ylayman bo'ladigan bo'lsanglar, will deb berasizlar. Chunki will o'zi kelasi zamonni mana men videoda yaxshilab tushuntirganman. Ko'rmaganlar obязательно ko'rsin. Future simple tushuntirayotganimda, future simple deb aytgan edim o'zi. Future simple biz biron bir narsani 100% bo'lishiga o'ylayman bo'lsak, future simple ishlatamiz deb. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Ya'ni 100% misli will sal pastroqmi, mightdan foydalansanglar bo'ladi. Bu bizani first conditionalimiz. Okay, ro'yxatimiz bo'yicha 3-chi, lekin nomi bo'yicha 2-chi conditionalga o'tamiz. Second conditional. Second conditional qanaqa?
second conditionalni o'zbek tilida tushunib olishimiz uchun biza essiz deb gapiramiz-ku. Va qaniydi agar mana bunaqa bo'lganda deb o'tgan zamonni aytamiz-ku. Va agar misol uchun pulim ko'p bo'lganda mana bunaqa qilgan bo'lardim-da deb o'zi bo'lganda deb o'tgan zamonda qilib gapiramiz-ku. Shu narsa ingliz tilida second conditional deyiladi. Bunga bitta zo'r misol anaqada destinationda o'qigan edim buni. Mana bunaqa gap kelgan edi. Agar meni oyog'im sal uzunroq bo'lganda, men ham basketbol o'ynagan bo'lardim yoki mendan zo'r basketbolist chiqqan bo'lardi-da degan gap bo'pti. Basketbolist men ikkinchi qismi esimda yo'q. Birinchi qismi o'sha oyog'ini kaltaligi to'g'risida gapirilgan edi-da. Gap qaranglar bo'lishini, agar meni oyog'im uzun bo'lganda o'tgan zamonda qilib aytilyapti. Bu holatda bu odamning oyog'i hozir uzunmi yoki uzun qilish iloji bormi? Balki agar oyog'ini butunlay olib tashlab o'rniga uzun protez qo'yadigan bo'lsa, balki iloji bordir. Lekin juda maloveriyatli narsa. Haqiqatdan sal uzoqroq bo'lgan narsalarni biz second conditionda qilib beramiz. Second condition qanaqa yasaladi? Second condition o'zi mana gap tuzayotgan gapimdan ham bilib olsanglar bo'ladi. Agar oyog'im uzun bo'lganda o'tgan zamonda bo'lyapti. Mana mana shu holatda o'sha logik o'ylab formulasini chiqarib olsanglar bo'ladi. Boshda if kelyapti-midi? If keldi, bo'ldi, if qotdi. Undan keyin bizda past simple keladi. Birinchisida present kelyapti, ikkinchisida ham present kelyapti, ikkinchi qismi will bo'lyapti. Bunisida endi pastni ishlatamiz. Bunisida past bo'lyapti-da, bunga qo'shimcha bo'lib natijasi would bilan yasaladi. Bolalar aytdim sizlarga, "Bo'kani fantastik zamonni tushuntirib bering" deyshadi-yu. Fantastik nimani hisobiga? Ularning xayoliga qayerdan keldi bu mavzuni so'rayotgan bolalarga? U zamon fantastik zamonlik. Chunki ularning logikasi bo'yicha o'sha bo'lmaydigan narsa, bo'lmaydigani demak nimadir fantastik ekan deydi-da. O'sha logika bo'yicha o'ylab, o'zingizlar ham bilsanglar bo'ladi. Would bilan keldimi? Demak, mana bunaqa bo'lgan bo'lardi, lekin bunaqa emas. Bunaqa bo'lmaydi ham. Скорее всего, bo'lmaydi. Bu yerdan minusga qarab yurasizlar. Boya willli gap 80% yoki 100% to'g'ri bo'lyapti-yu. Endi bu yerda скорее всего 80% 100% noto'g'ri. Mana mana shunaqa logika bo'yicha o'ylasanglar bo'ladi. Va bu yerda bitta qoidasi bor. Yaxshilab mana shu narsani esingizda tutinglar. Third conditionda gap tuzayotganinglarda ayga agar gap tuzadigan bo'lsanglar, misol uchun agar men san o'rningda bo'lganimda, men nimadir qilgan bo'lardim deyotganinglarda if I were you dan foydalanasizlar. Ya'ni past simple I were oladi. What a twist. Dining hozir hammani kallasi qotib qoldi. Nima bunaqa edi? Bu narsa faqatgina conditionalda ishlatilinadi. O'zi past simple'da biz I bilan was'ni ishlatamiz. Sizlar o'rgangan qoidalar to'g'ri, xavotir olmanglar. Past simple o'zi tegi bilmaydiganlar bo'lsa, mana men video obязательно ko'rib o'rganib olinglar past simple'da ham. Lekin imенно conditionalda biza bu voqea bo'lmaganligi uchun, to есть biz o'zimizni o'ylab topayotganligimiz uchun biz bu holatda I ga were qo'yamiz. Chunki agar I ga was'ni qo'yadigan bo'lsak, bu konkretni bizani точный bitta aniq bir o'tgan zamonga moslab qo'ygan bo'lardi. Lekin biz were ishlatamizki, if I were you, ya'ni agar men sen bo'lganimda, sen o'rningda bo'lganimda, men sizlar o'rninglarda bo'lib qola olmaymanmi? Sizlar o'rninglarda bo'la olmayman. Demak, bu prosta o'zim tasavvur qilayotgan narsam. Mana mana shu logika bo'yicha I ga were qo'yasizlar. Qolganlari o'zining formasida kelaveradi. Bunga mana men misollarni ko'rsanglar, sizlarga bo'lmaydi, tushunarliroq bo'ladi. Endi 3-conditional. 3-conditionalni bilishingizdan oldin sizlarga ikkita zamonni bilishingiz kerak bo'ladi. Bu present perfect va past perfect. Present perfect mana men bu video orqali ko'rasizlar bo'ladi. Present perfect o'zi tegi nimaligini bilmaydigan bo'lsanglar, birinchi bo'lib o'zi perfect zamonlarni bilmaydigan bo'lsanglar, birinchi bo'lib shu videodan boshlaylik. Undan keyin mana men bu videoni ko'ringlar, bu past perfect to'g'risida. Ya'ni birinchi presentni, keyin pastni o'rgansanglar, bu yog'iga o'sha 3-conditionalni yaxshilab o'rganib olasizlar. 3-conditional o'zi qanaqa holatda ishlatilinadi? 3-conditionni biz o'tgan zamonda agar biron bir narsa bo'lganda, shu qo'shtirnochida agar bu narsa bo'lganda, o'tgan zamonda bizda nimadir natija bo'lgan bo'lardi degan gapga biz 3-conditionaldan foydalanamiz. Bu endi mingdan ming holatda va shu haqiqatga to'g'ri kelmaydigan narsalar. Misol uchun, agar sen 1 soat vaqtli kelganingda sen bilan o'tirib misol uchun ovqatlangan bo'lardik. Bu yerda odam 1 soat oldin kela oladimi? Yo'q, o'tgan zamonda u hayotda u kela olmaydi u. U bilan biz ovqatlana olamizmi? Bundan keyin balki ovqatlana olamiz, lekin oldin o'tgan zamonda ovqatlana olamizmi? Kallaga sig'maydigan narsa. Ya'ni o'tgan zamonda nimadir bo'lganda agar
o'tgan zamonda nimadir bo'lishi mumkin edi degan gap bizda hosil bo'ladi. Bu aniq haqiqatga vash ya'ni 100% holatda noto'g'ri-da. Tushunasizmi? Hajabani ikkinchi conditionalda ham bu qilsa bo'ladi. Chunki 80% bo'lsa, demak, qolgan 20% balki o'xshab qolar degan joyi bor. Agar bunisida 100% holatlarda noto'g'ri bo'ladi gap. Noto'g'riki, ya'ni ma'no jihatdan vash haqiqatga to'g'ri kelmaydi-da. Agar men lotereya yutib olganimda, men mashina olgan bo'lardim. Men lotereya yutib oldimmi? Yo'q. Mashina oldimmi? Yo'q. Vash aloqasi yo'q. Endi bu o'z qanaqa tuziladi? Sizlarga boya aytganimdek, if joyida bo'lyapti. Undan keyin past perfect o'rganinglar dedim. Chunki ifdan keyin biz birinchi situatsiyani, ya'ni sharoit tushuntirayotganimizda past perfectdan foydalanamiz. Ikkinchi gapida biz would dan foydalanamiz. Sharoitni tasvirlab berish uchun, ya'ni o'sha result, ya'ni natijani aytayotganimizda birinchisi would bo'ladi. Undan keyin present perfect qoidasidagi biz have dan foydalanamiz va past participle dan foydalanamiz. Past participle nimaligini bilasizlar? O'sha aniq fe'llarning uchinchi ko'rinishi. Mana mashq holatda bizda uchinchi conditional tuziladi. Bunga mana men misollarni ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rdinglar misollarini? Mana birinchi misolim nima edi? Agar apteka ochiq bo'lganda, men aspirin sotib olgan bo'lardim. Ya'ni apteka yopiq bo'lib, hech qanaqa hozir aspirin ola olmaydi. Balki 1 soatdan keyin ochilar. U 1 soatdan keyin ochilishi, u ertaga aspirinni olib kelishi bizga vashya qiziq emas. O'sha o'tgan zamonda bunaqa bo'lganda, bunaqa bo'lgan bo'lardi. Bu bizda short condition edi. Endi shu holatda bitta narsani aytib qo'ying. Bizda short conditionda, ya'ni o'sha 3-conditionimizda list bo'yicha endi bizning 4-conditionimiz, agar 0 ni biz 1 deb oladigan bo'lsak, short conditionda bitta narsa esingizda tursa, gap bizda past simple'da imенно past simple nazarda tutiladi, ya'ni o'tgan zamondagi holatlar nazarda tutiladi. 3-conditionimizda. Second conditionalda bizda gapimiz past simple'da etilgani bilan bizda present simple nazarda tutiladi. Agar men san bo'lganimda, ya'ni men agar hozir san bo'lib qolganimda, bu ikkinchi conditional bo'lyapti. Agar men san o'sha payt o'rningda bo'lganimda, o'sha payt kakbi. Bu bizda short conditional bo'lyapti. Mana shuni bir-biridan farqini bilinglar. Va bugungi shu. Conditional o'zi nisbatan chalkashroq narsa. O'shaning uchun boya sizlarga aytganimdek, agar pre bo'lmaydigan bo'lsangiz, speaking uchun lutchi o'rganmaganinglar yaxshi deb aytdim-da. Bu narsani ko'proq amaliyotda qo'llasangiz o'zingiz uchun qonun foyda. Amaliyotda qo'llash uchun men sizlarga test bermoqchi edim. Bu testlarga yordam bermasa kerak. Eng zo'r narsa destination kitobni ochsanglar, B1 ni, agar bu kimdirda kitob bo'lmaydigan bo'lsa, Lip Library'da mana shu kitob qo'yib qo'yganmiz, Destination B1. Shu yerda unitlari adashmasam 28-29-unitlarda bizda conditional berilgan edi. Shu yerda men videoda ishlatgan ko'p misollarimni ham o'sha kitobdan olganman. O'shani o'zingizlar o'tirib ishlaydigan bo'lsanglar, xudo xolasa, qoidalari ajin kadnami bir xilda tushgan. Mashqlarni ishlab, oxirida javobi bor, o'zingizlar tekshirib olsanglar bo'ladi. Juda ham foydali kitob, juda ham zo'r kitob, juda yaxshi ko'raman shu kitobni. O'sha bo'yicha o'zingizlarni tekshirib olinglar, yaxshilab o'rganinglar. Agar o'shanda ham agar u tushunmaydigan, u savolinglar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozadigan bo'lsanglar, xudo xolasa imkon qadar tushuntirib berishga harakat qilaman. Endi giveaway'imizga keladigan bo'lsak, xudo xolasa 7-sentyabrda inshaalloh yangi gruppalarimiz ochilyapti. To beginnerdan boshlab IELTS guruhigacha. Sizlar darajalardan kelib chiqqan holatda o'sha voucher yutib olganinglar, menga mana bu gruppa desanglar, o'sha gruppaga sizlarni qo'shib qo'yib, bir oy bemalol bizda bepulga o'rgansanglar bo'ladi. Endi voucherni yutib olish sharti qanaqa? Voucher yutib olish uchun sizlar Instagram uchun 1 minutlik video olishingiz kerak va 1 minutlik videoda sizlar nega aynan sizlar shu voucherni qo'lga kiritishingiz kerakligini aytishingiz kerak bo'ladi. Va u videoni biz Instagramga qo'yib, hashtag bilan bizani Lip English'imizni o'zingizlar uchun mark qilib qo'yadigan bo'lsanglar, ya'ni люди-da отметить qilib qo'yadigan bo'lsanglar, biz o'sha bo'yicha keyin ko'rib, bizani belgilashibdi deb, o'shaning ichidan qator bolalarning ichidan tanlab olsak bo'ladi. Buni javoblari xudo xolasa 6-sentyabr kuni aniq bo'ladi. 6-sentyabr kuni Instagramimizda xudo xolasa g'oliblarni aniqlab Instagramimizda xabar beramiz. O'rtoqlar, o'zingizlar ehtiyot qilib yuringlar. Darsga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, pastda ma'lumot olsanglar bo'ladi. Kommentariyada hammanglar uchun kattakon rahmat. Videoni ko'rganingizga oxirigacha o'zingizlar ehtiyot qilib o'rganishdan hech qachon to'xtab qolmanglar.